Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Amerikaning bir yuqori darajalik vakillar umiga Xitoyga ziyoratga menish oldida turayotgan bir paytda 12 dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Elshad Hasan Ko'kböre, Uyg'ur akademiyasi vaqfining raisi Doktor Farhod Qurban Tangirtog'li, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining muavin raisi, Qurultayning Qirg'izistondagi vakili Akbarjon Bovdun, Qirg'izistondagi ittifoq gazetining mas'ul muharriri Zumrat Roziyeva, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi munosabatlar direktori Luisa Green qatorliqlardan tarkib topgan hay'at Amerika Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib bir qator muhim uchrashuv va suhbatlarda bo'ldi. Amerikaning bir yuqori darajalik vakillar o'migi bu haftadan boshlab Xitoyda ziyoratda bo'ladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 10 dekabr bildirishicha, Amerikaning Sharq Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchi tashqi ishlar ministri Daniel Kritenberg bilan Davlat xavfsizlik komitetining Xitoy va Tayvan ishlariga mas'ul oliy direktori Laura Rosenberg, Prezident Bayden bilan Xitoy rahbari Xi Jinpingning yaqinda o'tkazgan suhbatiga diqqat berish, shundaqla tashqi ishlar ministri Blinkenning kelar yili Xitoyda ilib boradigan ziyoratiga tayyorlik qilish uchun Xitoyda ziyoratda bo'ldi ekan. Dolqin Aysa boshchiligidagi hay'at bu qatimqi ziyorat jarayonida Amerika Tashqi ishlar ministrligi inson haqlari ishxonasi, milliy bexatarlik ishxonasi, muhojirlar ishxonasi, adolat ishxonasi, emgak haqlari ishxonasi, urush jinoyatlarini cheklash ishxonasi qatorliq organlarni ayrim-ayrim ziyorat qilib, mazkur organlarning yuqori darajalik amaldorlari bilan Uyg'ur masalasi haqida suhbatlar ilib bordi. Dolqin Aysa va Ömer Qanat apandilar ko'rishishda qilgan so'zlarida Xitoyni ziyorat qilish oldida turayotgan Amerikaning yuqori darajalik vakillar o'migining bu qatim Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini nazardan soqit qilib o'tmaslikni, shundaqla Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini to'xtatish uchun Xitoyga bo'lgan diplomatik besimni bevosita oshirishini umid qilganliklarini ifoda qilishdi. Bu qatimqi ko'rishishda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan davlat halqagan ziyonkashliklari Tayland, Saudiya Arabiston, Marrakesh qatorliq bir qism davlatlarda nohaq tutib turilayotgan Uyg'ur muhojirlarini 3-chi bir bexatar davlatga o'tkazish masalasi asosiy suhbat temalarining biri bo'ldi. Dolqin Aysa va Ömer Qanat apandilar ko'rishishlarda yana Qurultay hay'atining bu qatim Avstraliya va Yaponiyada ilib borgan ziyoratlari, Qurultayning Amerika va Yevropani markaz qilgan holda ilib berayotgan faoliyatlari haqida ma'lumot berish bilan birga Amerikada yurgizilayotgan Uyg'ur kishilik huquq qonuni bilan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunining ijro qilinish ahvoli haqida suhbat ilib bordi. Shu kuni atdiganda Dolqin Aysa boshchiligidagi Qurultay hay'ati Washingtonda qisqartirilgan nomi NED deb atalgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondining prezidenti Damon Wilson apandi bilan ko'rishib, uning Dunyo Uyg'ur qurultiyining ilib berayotgan faoliyatlari haqida tafsiliy doklad bergan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2005-yildan buyon NEDning bevosita iqtisodiy yordamiga erishib kelmoqda. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining Belgiya parlamentida qabul qilinishida boshlamchilik va yetakchilik rolini o'ynagan Belgiya parlament a'zosi Samuel Koglati Xitoyning atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintaniga chetishlik shirkatlarga mablag' solgan Belgiya mablag' fondlarini ikkiyuzlimichilik bilan ayblab, bu shirkatlar bilan bo'lgan aloqasini uzishga chaqirgan. Politika gazetining xabar qilishicha, Uyg'ur do'sti Samuel Koglati 5 Belgiya mablag' fondining Uyg'urlarni bostirishga hamkorlashgan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintaniga chetishlik Xitoy shirkatlarining pay chekini setib olganligiga doir hujjatlarni ko'rsatib, Xitoyning mazkur yarim qurolliq ishlab chiqarish apparatiga Amerika va Yevropa ittifoqi tomonidan embargo qo'yilganligini bildirgan. Politika gazetining xabarida Hallam Sheffield universiteti tadqiqotchilarining bintani Xitoyning yer egallashga mas'ul mustamlikachilik apparati deb ko'rsatganligi ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, Belgiya parlamentining Yeshillar partiyasidan bo'lgan Koglati 4 banka, bir sug'urta shirkatiga mansub bo'lgan mablag' fondlarining bir qancha oylik moliya dokladini tekshirgandan keyin ularni Xitoy shirkatlaridan qo'l uzishga chaqirgan. Xabarda bu mablag' fondlarining Londonni baz qilgan Schroders nomli mablag' solish shirkati tomonidan boshqarilganligi bildirilgan. Politika gazetining xabarida aytilishicha, Samuel Koglati mundaq degan: Belgiya banklari hamda nodonlikni bahona qilmaslik kerak. Ular mablag' solgan Xitoy shirkatlari Amerikaning qora tizimlikidagi yoki Yevropa ittifoqi embargo yurgizgan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintaniga ochiq-oshkor chetish shirkatlar va yoki majburiy emgakda javobgarligi bor deb ayiblangan shirkatlardir degan. Ma'lum bo'lishicha, Belgiya mablag' fondi mablag' solgan o'rinlarning biri Xitoy Yezigilik bankasi bo'lib, bu bankning bintanda nurg'un tarmoq sho'basi bor ekan.
Afg'oniston poytaxti Kabuldagi Xitoy tijoratchilar qaynaydigan bir mehmonxona 12 dekabr qurolli hujumga uchragan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, doktorxona doiralari qurolli hujumda yaralanib, doktorxonaga elib kelingan 21 kishidan 3-ning o'lganligini aytgan. Kabulda bir İtaliya ommaviy tashkilotining boshqarishidagi bu doktorxonaning Twitterda e'lon qilgan uchurida 21 nafar yaradorni kutib olgan edik. Yardorlardan 3 nafari kelganda o'lib bo'lgan deb ko'rsatilgan. Birlashma agentligining xabarida mehmonxona noma'lum qurolliqlarning hujumiga uchraganligi, hujumga uchragan mehmonxonaning Xitoy tijoratchilar qaynaydigan o'rin ekanligi bildirilgan. Taliban hukumatining bayonotchisi Zabihullo Mujohid ikki chet el fuqarosining derazadan sakrab qochganda yaralanganligini aytgan. Halbuki Talibanlarning Kabul soqchi boshlig'ining bayonotchisi Xolid Zadran hujumning bir qancha soat davomlashganligi, navbatda tozalash harakatining davomlashayotganligini bildirgan. Qurolli hujumning kim tarafidan elib berilganligi va bu mehmonxonani hujum nishoni qilib tanlashidagi maqsadi hozir qadar aniq bo'lmasa-mu, lekin Kabul soqchi idorasining bayonotchisi hujumning nachar elementlar tarafidan elib berilganligini aytgan. Uning WhatsApp ijtimoiy taratqush supsi orqali e'lon qilgan uchurida ko'rsatishicha, navbatda amonlik kuchlari naq maydonga yetib kelgan bo'lib, hujumchilarni tozalamoqda ekan. Talibanlar bultur kuzda Kabulga besib kirib, hokimiyatni tortib olgandan keyin Xitoy Talibanlarni Afg'onistonning qonunli hukumati deb rasmiy e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, lekin uning bilan to'liq diplomatik munosabatni davomlashtirib kelgan oz sonli davlatlarning biri bo'lgan. Bu jarayonda Talibanlar Xitoyga har qanday bir kuchning Afg'onistonni baz qilib, boshqa davlatlarga qarshi faoliyat qilishiga yo'l qo'ymaydiganligiga va'da bergan edi. Yaqında Amerikadagi Wiley Blackwell nashriyati tarafidan nashr qilingan kishilik huquqi doira tilshunoslik qo'llanmasi nomli cho'ng tipdagi qo'llanmaga Xitoy hukmronligi ostidagi Uyg'ur tili yoziqi va madaniyati duch kelayotgan og'ir krizislar kirgizilgan. Mazkur qo'llanma finlandiyalik tilshunos Tovi Kangas xonim va uning yo'ldoshi qonunshunoslik professori Robert Fellisonning bosh muharrirligida nashrga tayyorlangan. Kangas xonim yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi yerli xalqlarning til va milliy ma'rifni qo'g'dash xizmatlarida maslahatchilik vazifalarini o'tab kelayotgan mutaxassislarning biri. Qo'llanmaga tilshunoslik va madaniyat sohasidagi 60 dan ortiq mutaxassisning dunyoning har qaysi joylaridagi yerli xalqlarning tillari duch kelayotgan kishilik huquq vaziyati va har xil sabablardan uchrayotgan besim krizislar tema qilingan tekshirish dokladlari kirgizilgan. Mazkur qo'llanmada Uyg'urlarning til, yoziq va madaniyat sohasida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik uchun maxsus bir sahifa ajratilgan. Qo'llanmaning mundarajasidan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur tilining buzg'unchilik uchrash ahvoli haqidagi sahifani Uyg'ur ziyolilaridan Norvegiyadagi Abduvali Ayub apandi, Amerikadagi tarixshunos Shunqar Tekin apandi va doktor Erkin Sidiq apandilar birlikda tayyorlagan. Qo'llanmaning Uyg'ur til, yoziq sahifasida Uyg'urlarning til, yoziq taraqqiyoti haqida umumyuzlik ma'lumot berilgan bo'lib, Uyg'urlarga yurgizilgan majburiy yoziq o'zgartish siyosati sababidan Uyg'ur til, yoziqida va madaniyatida yuz bergan fojialik qismatlar bayon qilingan. Uyg'urlar Chag'atay Uyg'ur yoziqi nomida 100 yillarcha qo'llanib kelgan bu yoziq o'tgan asrning 50-60 yillari mezgilida Xitoy kommunist hukumati va sobiq Sovet ittifoqining besimida majburiy holda yoziq o'zgartish to'lqiniga duch kelgan. Bu sababdan Uyg'ur ajdodlari bilan avlodlar orasida til madaniyat uzukchiligi paydo bo'lgan. Ya'ni Xitoy Pinyin asosida o'zgartirilgan Uyg'ur latin yoziqi va rus elifbasi ostida o'zgartirilgan slavyan yoziqi qo'llanishga majbur bo'lgan chegaraning ikki tarafidagi Uyg'urlarning ham ajdodlarining yoziqidan ham bir-birining yoziqidan xabarsiz qilishdek ochiq qismatlar yuz bergan. Xitoy kommunist hukumatining bostirish siyosati jarayonida Uyg'ur til, yoziqi, imlo va talaffuz jihatda og'ir buzg'unchilik uchirgan. Bo'libmi keyingi yillarda Uyg'ur tili ma'rifining o'rniga majburiy holda Xitoy til, yoziqidagi ma'rifining dastilishi sababidan Uyg'ur til, yoziqi bargancha iste'moldan qilish vaziyatiga duch kelgan. Hatto 2016-yildan keyin Xitoy hukumatining buyrug'i bilan Uyg'ur tili ma'rif sohasida butunlay cheklangan. Ilgari Uyg'urcha nashr qilingan kitob jurnallarning nashrdan to'xtatilish va ko'ydirilib yo'qotilish natijasida Uyg'ur til, yoziqining tayyor manbalari yo'q bo'lishga boshlagan. Mutaxassislarning bildirishicha, xalqaroda nashr qilinayotgan bu xildagi qo'llanma qomuslarda Uyg'ur til, yoziqi va madaniyatining yo'qolayotganligidek bu haqiqatni dunyo jamoatchiligiga taxmi ilgarilab to'ntish orqali Uyg'ur til madaniyatini qo'g'dab qilishda xalqaro qonun nizomlarining yordamini qo'lga keltirish imkoniyatini yaratishi mumkin ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.